Hech o'ylab ko'rganmisiz, bizning organizmda siydik qanday hosil bo'ladi? Kelinglar bu haqda suhbatlashamiz. Biz suv ichgan mahalimizda avval tomoqqa, so'ng oshqozon va ingichka ichaklar orqali o'tib yo'g'on ichakka tushadi. Yo'g'on ichakda suvning 98% bizning qon tomirlarimizga so'riladi. Ichaklarimiz suvni zararli moddalar bilan birga organizmga, qonga so'rib oladi. Zararli moddalardan tozalash uchun qon uni buyraklarimizga olib boradi. Aynan shu organ bizning organizmda qonni tozalash vazifasini bajaradi. Buyraklarda nefron joylashgan bo'lib, ular filtr hisoblanadi. Bu bir necha bosqichlarda amalga oshiriladi. Dastlab birlamchi siydik hosil bo'ladi. Uning tarkibidagi kerakli modda qonga qayta so'riladi. Organizm uchun zararli moddalar siydikka chiqariladi. Siydik yo'llari orqali qovuqqa tushadi. Qachonki qovuq to'lgan mahalida bizda siyish hissi paydo bo'ladi.